Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkiyel kül imka fakat akil Vay ikil bilem pemdur İgem yorayı abi Ay ölmeydigan kim var ya Ular Cumhuriyet g'albalarining ne'matlariga eg'iz tekkan. Mahkumiyat zarbalarining qismatlarida zulm chekkan. Vatanning hurligi uchun jon fido etgan shu jangovar ajdodlarning avlodlaridir. Ular bir umr vatan deb ahuzar chekkan. Veya hürlük deb, iman deb, pak yaşap ötken. Veya şehit, gazi bulup visalga yetken şu kadirdan ecdatlarının yaldamılarıdır. Ular jangahlardan qabrlargacha oqqan qonlardan ozuqlangan bir tavarruk jon. Ular vatansizlik borallarda to'lib müdürüp, ölümning hanlarida yo'llarini davom qilgan to'xtamas karvon. Ular güzel hayat izlep, gayret tevekküller kılgan addi bir insan. Şundaq. Ular bir bütün milletning barliq tabiqalarini o'zlari mujassam qilgan muhojiratdagi tunji Uyg'urlar to'plamining peshqadamlaridir. Ularning ko'rgan anglag'anlardan hosil bo'lgan mazkur film ayni zamondan bugunga qadar duch kelayotgan qismatlarimiz bilan taqdir peshonlarimiz orasida javobsiz qolgan nurg'un savollarimizga tadqiq qilishga arzigidek javoblarni bermoqda.
Assalamu alaikum, Erik TV'nin aziz görürmenleri. Bugünkü Hayat Şahitler programımızga hoş geldinler. Bugünkü sanımızda Kırgızstan'ın Bishkek şehirde yaşap duruyatkan, bu yıl 91 yaşga kirgen vatanimizde 1944 yıldan 49 yılga qo'shilgan aralıkta Xitoyga qarshi urush qatnashgan generalimiz Hamid aka bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringlarda bo'ladi. Hamid akaning hayotiga qiziqsanglar, diqqatinglar ekranda bo'lsin. Endi men asli G'uljuliqman. 1922-yili tug'ildim. Tug'ilib bir necha vaqtgacha 4-klass Uyg'urcha o'qidimda, qolganini endi o'rischa o'qay deb bizning uyimizga Rus maktabi yaqin edi. Shuning uchun O'ris maktabiga kirib, O'ris maktabida 8 yil o'qidim men. Endi uni vaqtlarda Rus gimnaziya deb atatdik. Shu Rus gimnaziyani ish qilib 1943-yilgacha, ya 42-yilgacha bitdim. 43-yilda bitgandan keyin endi men uyda opam bilan yolg'iz qolib, xizmatga o'rinlashishga to'g'ri keldi. Abdukerim Abbasov orqali ma'rif idorasi bilan söyleshib, bizda Ümit Maktabi degan maktab bor edi. 3 Tavuz degan mahallada shunga xizmatga o'rinlashib, muallimlik xizmatini ado qildim. Shuning bilan turmushimizni o'zimizga loyiq o'rinlashtirib, loyiq o'tkazib nima qildik bolam. Mening tariximda qisqacha mana o'sha ish aniqdan 2 yil u yerda ishlagandan keyin 1,5 yil 2 yil ishlagandan keyin 44-yilda inqilob boshlandi. Milliy inqilob boshlangandan keyin hadab askarlikka kirdik. Askarlikka kirgandan keyin komandirimiz qayoqqa buyursa shu xizmatni ado qildik. Qaysi направлениеga nima qilgan bo'lsa shu yoqqa bordik. Albatta komandirlarning buyruqlarini atqirmak shart. Aniqdan keyin 45-yili mart oyida qandaqda Abdukerim Abbasov boshliq markaziy hukumatning buyrug'i bilan Oqsuga bizni mang'izdi. Abdukerim Abbasov boshliq, Domilla Raziyev, Qosimjon Qambari. Mana shu 3 kishining rahbarligida birisi Domilla Raziyev degan o diniy zot. Albatta o diniy zotning ayadagi roli bak muhim bo'ladi ekan shu zamonlarda. Shuning uchun Oqsuga safar qildik. Oqsuda neri beri bo'lib aytar bir 10 oy yurdim-ku. 10 oy yurdim. 10 oy albatta xirjiq bir narsalarni ko'rsatdi bolam. Xirjiq bir narsalarni ko'rsatdi. Endi u yerda buyruq bo'yicha topshirilgan vazifalarning hammani ado qilish albatta mumkin bo'lmadi. Shuning bilan 45-yili noyabr oyida G'uljaga qaytdik. G'uljaga qaytib kelib, aniqdan keyin endi men boyaliqqa o'rischa til biladiganligim uchun o'rischa bilimim oz-to'la borligini uqib, Milliy armiyaning qurilgan shtabiga xizmatga shu yerga kirdim. O vaqtlarda bu yoqdan borgan, Sovet hukumatidan borgan specialistlar bir muncha bor edi. Shularning qo'lida ishlagandek bo'ldim. Har holda ulardan xeyli bir narsalarni elishga to'g'ri keldi. O'rgandim-da, bunday qisqasi. O'rganib, ana lekin bo'lim boshlig'i nima ko'zladim? Askariy qismlar bilan to'ldirish va askariy qismlar bilan to'ldirish bo'limi deb bildim. Ham shu bo'lim billa kadrlar masalasini hal qilish billa ib beriladi. Ham kadrlar bo'limi deb ataladi, ham to'liqlash bo'limi deb ataladi. Shu yerda ishladim. Herhalde Rusça nimeler mutaxassislar bilan birga ishlab nima qilganligim uchun bir narsani ko'rdim, uqdim, bildim. Herhalde shular ko'p asqatdi. Xizmatim yomon emas bo'ldi.
yaman emas bo'ldi. Demak, rahbarlarga nima qildim? Bu bir. Ikkinchisi, mening endi olaydan ta'kidlab aytadiganim, mening bilan birga ishlagan cho'nglarim bilimli odamlar edi-da. Masalan, Nachalik shtabimiz general-mayor Mazarov degan kishi edi. O kishi bilimli odam bo'lganligi uchun bizga bergan ta'limi, bizga bergan o'rgatayotgan narsalari shu zamonning nimasiga loyiq, vaziyatiga loyiq bo'lganligi uchun biz shu odamdan har bir narsalarni o'rgandik albatta. Shuning uchun atqirgan xizmatlarimiz shu zamonga loyiq bo'ldi, o'tdi endi shu loyiq. Shuning uchun men 45-yili 46'da 47'nin yerimi bölüm başlığı hizmetini atqırıp geldim. Anladığım ki 47'de yerime ötkendiyim ki benim hizmetim bu rehberle muşu buludu, muşu toğır buludu, muşun nimesi de belgelisi gerek. Altay vilayetiga general-mayor Badalxan degan. Biz severniy направленияда batatdik. Shimoliy yo'limiz. Shimoliy yo'limiz askariy qismiga meni nachalik shtab qilib, o'qlarda unvonim kapitan edi. Shaqavat. Bu yoqqa berib, general nayat yaxshi odam ekan uma. Belki tuzuk kishi ekan. Yana da bu yoqdan bo'lgan specialistdan Vektorov degan bir kişi var iken ular bilan görüşüp herhalde hizmetim yaman bo'lmadi. Hizmetim yaman bo'lmadi. Rahbarlar undan yaxshi odamlar, bilimli odamlar, ko'pni ko'rgan odamlar bo'lg'achqa ularning ta'lim tarbiyasi bizga qarata yaxshi yo'q deb bilaman. Undan bo'ldi shuning uchun. Bu yerda 1,5 yil mobaynida ishladim bu deyman. Anadan Şimali yönümüz Sarı Sümbül deb ataymiz, Altayning merkezi şehri. Bu yerdagi nima havo sharoiti G'uljinikiga o'xshamaydi ekan, ustun ekanda. Bak ustun ekan. Shuning uchun mening salomatligimga toza yor bermadi. Toza durust kelmaganligi uchun ruxsat elib, men bu yerda og'rib kelib, birga topmaysiz deb G'uljiga qaytib keldim. Qaytib kelib yana o'zimninki shu burun hizmetimge iştabga uğruluşup şeyde hizmetimi kıldım. İşledim. Bu öyle 47-48 geceleri oldu da hem de. Aksu'ga bağlan vaxtın nemişler oldu demesen onu aytdınız go. Mesela bu yerdeki bir günlük hayatınla kana nemi etdinlar, ne diye tapdınlar, tesmiti, uruş kıldınlar mı, kılıçdınlar mı, yengilip kaldınlar mı? Biz 45-yili Mart'ın 19. günü Elhan Dören bizni Tekeş'ten yolu saldı. Kur'an'ın asılını ötküzüp okuyduğun hem nimelerini okup bizni yolu saldı. Her Aksu'ya bağladık. Aksu'ya verip Telemet degen yerden eşip verip anadikinize Bay degen şehri varken Bay'a düştük. Bay hakikaten Bay şehri iken yerdeki halk karşı aldı. Bayda bir neçe gün turup Xitay biz kelgandeki Xitay askerleri çekinip kaçtı endi. Qaysi qayoqqa ketdi bilmaymiz. Bayda bir neçe gün turup anadaki özümüzdeki rastlaydigan, tuzaydigan narsalarimizni hammasini tuzab elib, u yerdan Aksu'ga yo'l saldi. Aksu'ga keldik. Aksu Konuşayga. Aksu Konuşayga kelib, Konuşa hakim idaresi degan idora var ekan, hakim idorasiga o'rinlashib, shu yerda tayyorligimizni qildik. Aksu yangi shaharda Xitoylar bor, Xitoy askarlari bor. Xitoy qo'mondonligi yangi shaharda. Yangi shaharda. Ammo razvedkaning bizga bergan ma'lumoti bo'yicha Xitoylarning askarlari ma'lum kuchi yangi shaharda bo'lsa-mu, ammo bek oz. Boşla. Oddiy xalqlarning bizga aytishi bo'yicha sizlar qo'rqmay kiraveringlar. Boş. Xitoy davlat qechib tugidi. Aqshini olaversanlar bo'ladi. Degandan keyin bizning oqimizdagi kuch bizga yor berdi endi.
Boşarakda endi. Boşarak şunun için Abdülkerim Abbasov'ның, Kasımcan Kambari'nin, Damullar Azizlar'ның bularınki kararı boyunca elbette bular hükümetin belki bularga tapşırığı bana işleydi o endi bular. Bir yerde başlık kılışka, tevekkülsüzlükle ruhsat yok. Şunun için bular bu məsləhət bilen Aksu'nun konu şeyden biz neydi? Silcimizdik. Silcimizdik şeyde oldu. Aynen deyken bir mançı vaxtla çoğan deyken qarab neme üçün de bilmemiz siyaset özgürüm. Bizim kolumuzdaki korallarını qandaqdı. Hemmini yığıştırıp ip çıkıp etdi. Mesela avtomat, PPSA, her türlü bile. Fakat burunki miltiqlavlarni qoldik, odatdagi miltiqlavlarni. Türklüğe gidilen miltiqimiz Etokam. Şunun bilan bo'lmay Xitoy hamda bizning mayda bo'layotgan ahvolimizni hammasini Xitoy razvedka orqali bilib turdi. Bilib turg'ashqa qandoqdir bir kuni biz hokimiylar yo'qolsak shu oshaqdan kelayotganligini xabar razvedka chekinmasak bo'lmaydigan bo'ldi. Deb hokim idorasidan chekinib tozlangan degan yavandi. Nimidan Aksu'dan ko'tarilib chiqqan ekanlar. Aksu shahri tövende. Zaratkorlik Shukurida. Shuning uchun bu tövenden shahardan Shukurga chekinish to'g'ri keldi, chekindik. Endi bu yerda bizni nima qilayotgan, milli boshqarayotgan, qo'mondonlik qilayotgan polkovnik Sopoxin degan adam bo'lgan. Bu Sopoxin energiya ichini özünün bilimiga ishonadigan, tuzuk, aqlda adam edi. Şu adamning yordamchilari bu adam bilan birga bo'lib, Aksu'dan chekib Jam degan yer bor ekan, Jam bilan Aksu'ning o'tirishi 45 kilometrga. Jamga chekindik. Jamdan Tuzovat degan yer bor endi tövende. Bu endi bu yoqqa nima çekiniş nimisida Tuzavat yerga nima qildik. Hatta Tuzavatgacha Xitoy askarlari qo'g'lab keldi bizni. Ular o'zi bizning ahvolimizning qayergacha ekanligini, nima ekanligini ular bilib bo'lgan. Shundan so'ng har holda cho'ng bir xavfga yo'liqmaslik uchun bizning rahbarlar chekinishning yo'li bilan Qo'g'onga keldik. Qo'g'on degan hamdiligi nimenin G'ulji bilan Janubiy Shinjongninki darvozasida endi. Darvozasi Qo'g'on deganiga kelib, o'rilishi bilib, aynan degan aqrin nimaga Shati orqali Muzdavan deymiz. Muzdavan orqali Shatiga kelib, Shatidan chekash kelib, aynan degan G'uljiga qaytdik. Bir yerde Abdülkerim Abbasov bilen Kasımcan Kambari ikisi bir şulardan birli olup elbette şular özlerinin kolundan kelgen nimelerin hamile kıpbaktı yok. Lakin çare bulmadı. Kayıttık. 45. yılda Koyşaylarda tabii isim yok herhalde. Şuna kılıp Aksu nimisizden kayıttık. Aksu'ga hükümetiimizdeki Elxan Tören başlık planlagan bir muncha nesli amalga oshmadi. Elxan Tören qandaq adam edi? Ya'ni yaqindan ko'rgan muosili, ya'ni nima xarakteri qandaq edi? Nimalarni deydi? Masalan, sizlarga bir qandaq shaklda tashviqotlarni qiladi? Nimalarni so'zlaydi? Nutq qobiliyati qandaq bir adam edi? Hamda Elxan Tören sırası bir kömürge vaxtida bu adam pek yumuşak adam deydigan. Ama böyle dini zat bo'lganligi uchun nəhayət ko'p narsalarni dinga qoplab, din orqali odamlarni yumshatib qiladigan yumshoq so'zlik odam edi. Elxan Törenni men jiq ko'rdim. Elxandek o'zining bilimiga ishonib, yo'g'onchilik qilib, takabbürlik qilib,
odamlarni mushuk orqali ishlataman degan biror fazilatli biror alomatlarni ko'rganimiz yo'q, ko'rmadim ham. Har holda muomalani tuz chiroyli qildi. Ham shu vaqtning sharoiti bo'yicha u odamning o'zini ashunaq tutquni albatta shu vaziyatga loyiq bir siyosat bo'lg'aydi deb hukmimiz. Ilhom To'ra mana shunchalik odam. Ammo diniy bilimine ait üstündü. Dini bilimine ait üstündü. Şunun için keyin endi biz hem işler tügep koygandikin. Demek şu vaqtlarda kimi ki bu İlhan dönemini uyak evetip hizmetlik saldıken demek her kandak bir hükümetke kerek adam iken bu deb his kıldık biz. İlham Törem'de 47-yili bu Ruslar çatırıp ekirip ketkendiğin keyin sizlerde qandaq inkaslar payda boldu? Hiç kim uqmagan sep tudunlarmı, çöndünlarmı demiş bolğandı? Endi qarang o vaqtlarda İlham Törem bir chiroyli hükümet işlerini boshqarib o'tadi deb yugurib o'tirib chiqqan odamlar bo'lmadi. Endi bizning shu vaqt xalqimizning ong sezimi shu yergacha yetmagan bo'lg'aydi deb tushundik biz. Chunki boshqa vaqtlarda bo'lsa namoyish qilib ko'tarilib xalq o'tirg'i chiqdi. O vaqtlarda bizning xalqimizda shu ong sezim ozmi, kommi yoki yo'qmi, qo'rqinish ko'pmi, ammo hech kim nimaga Ilhom To'ramni nimishga ketdi? Bu nima gap bo'ldi? Nimaga keldi? Nimaga ketdi bu odam? deb o'tirg'i da'vo qilib chiqqan biror guruh odamlar yo'q bo'lgani yo'q. Bo'lmadi. Har holda biz dedik, o'yildik, qo'rqdi. Bizning haq qo'rqdi. Endi yurak oldi bo'lib ketgan haqqa qarang. Birdan ma'nodan qo'rqib, birdan ma'nodan qo'rqib, yurak oldi bo'lib ketgan haq. Shuning uchun teptashligimiz undan bo'lar edi deb. Endi Ilhom To'ram o'zi inqilobning oldida qanchalik vaqt to'shni bilmayman, albatta bir yil bo'lgan. Bir yil Baytulloh madrasada bu odam imomchilik qilib qarang. Xalqni jiq tarbiyalagan mana shu vaqtlarda. Din orqali xalqni qo'zg'ab, inqilobga tayyorlab bayqa Ilhom To'ramga bergan vazifa shuna bo'lishi kerak. Baytullohda, ammo men Baytullohga bu odamning so'zlayotgan so'zini, va'zisini anglag'anim yo'q. Ama yakın adamlardan, çoğlardan daim anlap tuttuk. Çoğlar, bizim Üçtavuz degan mahallemiz bo'lgan. Üçtavuz'un Beytullah'a kirib, Beytullah deymiz ham çoğ meşit. Orada deb qo'yamiz. Hekimbaş hocamninki mahallesi. Hekimbaş hocamning mahallesini biz orada deymiz endi, orada. Shu yerda bu odam jiq xizmat qildi. Xalqni tarbiyalash uchun nurg'un bilim sarf qildi-da bu odam. Bilim sarf qildi. Shu orqali xalqni bu odam bergan topshirig'i bo'yicha inqilobga tayyor qildi deb bildik. Bu bergan topshiriqda deyla Ilhom To'raga kim topshiriq berdi? Yani sizcha? Endi shu vaqtlarda bu yoqdan boradi-ku, Sovetdan boradi. Boshqa kim boradi? Albatta Ilhom To'raga boshqa bir odam, Ilhom To'ram o'zidan o'zi chiqibla qilgan odam emas. Hammaga ma'lum. İlhom To'ramning egisi bor. İlhom To'ramning topshirig'i bor. Topshiriq bo'yicha ishlagan odam deb keyin o'zi biz rasmiy kichkina bir onsizimiz ko'tarilib bo'yi oq qorni farq etadigan darajaga yetgandan keyin qarab, mana Ilhom To'ram demak bergan otquruqlarni otquroldi deb bildik. Bu Ekinbek Hoca hakkında biraz to'xtalib bersangiz, bu adam kimdi? O vaqtda nima xizmat qilgan? Men Hekimbaş hocamni to'liq bilaman. Hekimbaş hocamni ko'rgan. Hekimbaş hocamni biz bu Van avlodi asli. Asli Van avlodi. Hekimbaş hocamni biz il xalqining knyazi deb bilardik. Il xalqining knyazi. Shuning uchun Hekimbaş hocam bütün il xalqi shunchalik hurmatlaydi. Beshiga ko'taradi. Nəhayət çoğ hesaplaydı. Hekimbaş hocamның degan etkin bulundu. Amma özünü toxtatqan diti var adam edi. Diti var adam edi. İlhom To'ram
özünün ordusunda yaşaydı. Aileleri bilen, balları bilen. Bütün yemek içmeyi, teminatının hemmisi halktan buludu. Bolup mu sayraladın? Bolup mu sayra halkı Hekim Ağa hocam diye beşidi götürürdü. Hiç kandak nersizin Hekim Ağa hocamın hicaleti yok. Knyaz oğandikin mana keyingi vaqtlarda Hekim Ağa hocamni bazı adamlar taze bilip yetmegen adamlar Hekim Ağa hocam beka yetmeyeydi. Haq bekadımı yok. Çünkü her bir halkının özüge xas baş koyduğun, boysunduğun çoğun nimeleri bulurdu, kabileleri buldu hatta. Şunun için Hekim Ağa hocam bizim knyazimizde bir hesaplaydı. Knyazimizde Hekim hocamın balları daim nimege arlaşıp turdu mesela Kayın Ağa hocam. Küçük oğlu. Bir neçe nimeler var. Malları var. Çoğun Paşa hocam deyimiz. Ekrem Kan Hoca deyimiz. En andaki Kayın Ağa hocam. Kayın Ağa hocam köpçülük tanılgan представительный özü. Heli bir nesini bilirdiğin, okuduğun, özü okuğan jigit idi. Kayın Ağa hocam. Şunun için Hekim Ağa hocam halkının şu çoğun hesabıdır da endi. Çoğun hesabında halkının ki daim nimisi de Hekim Ağa hocam da Hekim Ağa hocamın degeni degen, Hekim Ağa hocamın etkeni etken. Ama dıtıba edemedi. Özü savatsız boğanmadan dıtıba edemedi. 1947 yılı Elihan Törem ketkendan keyin mesela Ahmetcan Qasimi bu Hekim Ağa hocamlar bir xalqqa chiqib bir narsa dedimi? Nima dedi? Endi qarang şu vaqtlarda xalqning mushu haqda Hekim nima Elihan Töre ketdi qo'y. Elihan Töre nima uchun ketdi? Kim avatgan? Qandoq kelgan? Nima uchun ketdi degan savolni haq bilsimi? Deyish imkoniyati shularda toza yo'q edi. Deyishdan qo'rqadigan qarang. Shu vaziyat shu qishinchilik. Xitoydan abdan qo'rqib yengildi. O'rnidan turgan haq. Birer narsa ustida tafakkur qilib, o'ylab, o'tirg'i tashlab, bashtatni maslahat qilib, mana bunday qildi. Yo'q, ammo bilishi haq biladi. Ahmetcan Qasimi ölüp ketdi degan xabar keldi-ku. Bu ishlarning bir tafsilotini qanday ölüp ketdi bu odam? Mesela siz gazetini ko'rdim dedingiz. İş kerak ketdi, yig'inga chaqirgan bu. Ular Ahmetcan Qasimi o'lganda, Ahmetcan Qasimi, General Iqsoqbek, Abdukerim Abbasov, General Dalalxon Sug'urbayev, Abdurashid Eminov, G'ani Karimov, mana shu odamlar çoğunlarının hemmisi qandaqda bir yig'inga var ekan degan gap taqaldi. Ha dedik shundan General Iqsoqbek manganda ekan, General Dalalxon manganda ekan, Abdukerim Abbasov, yani kim buna qarang. Vaqt o'tdi. Herhalde şu közü görülgen adamların Seyfeddin'den başka bir monca adamlar manganda ekan dedi. Şundan bu nima ishib ketdi jahanda. Biz bir-birimizden sadece yakın görüldüğün adamlar bir-birimizden söylüşüp bu nima vardı bular, nega vardı dedi. Hayır ketdi bular. Ketgandan keyin oradan mana aniq aytamayman bir aydan keyin ya bir aydan balkim chiqaroq. Xo'p, ma'qul. Rahbarlar samolyot voqeasiga uchrab, samolyot halokatiga uchrab, hammasini hozir qaytarib akavitibdi dedi. Allohu akbar. Bu nima ish bu? Deb hayron bo'ldik. Haligi jismning og'zi oshqa yassa buni qanotdi degan Uyg'urda bir yaxshi maqoli bor. Ham bu ish qopdi endi. Deb turib edik shunga. Bana keledi dedi, maqolda bizni
Bolkey degan bir Қазақ жігіті бар еді. Волынов, майор Николаев деген. Bizde Timofeyev degan birga o'qigan yaqin bir xilo ditowa, aqlova jigit edi. Shu aytib yuradi. Что-то плохим пахнет. Bir yomon puroq bor deydigan menga. Nima yomon puroq, nima sezyapsan desam, ya что-то чую. Sezyapman bir narsani, bir yomon puroq bor dedi. Bir neçə vaxtlar ötkendan keyin qarasak, samolyotda o'lgan, samolyotda halok bo'lgan rahbarlarninki jasadlarining hammasini tsinkovoy guruh qilib, akab tushirishlar dedi, maqoldab 12 odam chiqib buni tushirib, Ahmad efendimning yengidan sevotgan Novgorod 3 tavuzda uyi var edi. Shu yerga apadik, shu yerda turdik, shuningizda bo'ldi jig'izari. Aşağıda mana bazı nimeler mana jitimning og'zi oshga yetsa, buni qanapti degan mana rahbarlar bir chiroylik berib, o'zining tiligi, orzu qilgan armonini aytib, birmuncha masalalarni xalqning ishini hal qilaman deb berib, mana hozir o'lgan akıvatımız bu qanday qilib ketdi. Deb bo'ldi jig'izara qarang. Bola chaqalari va urug' tuqqan qavm qarindoshlari va mushlarning hammasi keldi. Endi biz ofitserlar benim o vaqtida yeniden mayor bo'lgan maqtum var. No xayr, shunda jig'izara nahayat ko'p bo'lib ketdi. Ben bir narsani misol qilib aytib bersam bo'ldi. Bolamda aytib beray. Bir ayol ma darvoza tarafdan kirib kelyotgandi. Bir jig'iva, bir mungluq jig'iva. Voy jenim balam, Ahmadjon balam, Abdukerim balam. Sizlarga nima bo'lgandi? Qanday bir dushman atlab sizlarni buni halokatga solgan bo'ydi. Ajab bu yosh bolalarimiz ajab o'lib ketdi-ku. Xudoyim bu nima ishdi? Xudoyim bizga bu nima ofat? U da bechorani qattiq yig'lab. Endi yig'isininki ba'zi ayollar bo'ldi, o'zingiz bilasiz, qo'shoqni qo'shib yig'laydi-ku. Bak yig'lab ketgandan keyin o'dag'an qo'yganning hammani bu ayol yig'latdi. Shu vaqtlarda bizning rahbarlarimizdan bir munchalar, masalan, Husayn Muratov, Qayinbek hocam, mana mushunaqlar почетный karavulda turdi, mening orqamda Qayinbek hocam как раз qiladi. Shundan qancha kun saqladik bilmayman endi. Bir 3 kun saqladikmikin. 3 kun saqlagandan keyin endi buni rasmiy holda turavur e'lon qilib rahbarlarni ko'midi ekan degan bo'lgandan keyin nihoyatda tantanalik bilan cho'ng xalq degan endi shu yig'ildi ekan, hayron qolasiz. Opirib dafn murosimini o'tkazdik. Bechora rahbarlarimiz yaxshi kunga yetimiz degan nima bilan halok bo'lib keldi. Qayerda o'ldi, qanday qildi hech kim bilmaydi. So'raydigan nima yo'q. Hechqa texnik ruxsati yo'q. Shu Mahinur xonim Ahmad efendimning ayoli kelib, tip böyle nimalar. Osh buni deb. Hech kim yasab oshmidi. Oshqa yo'q. Keyin may chiqqandan keyin bir bola menga kelib qoldi. Boshqa Ahmad efendimlarninki birisininki nimasini qabr tavutini ichib ko'ribdimiz Xudoyda ya u yo'g'an. Men shu yerda bor. Hech kimga o biral akirib ketib, mana men Abdukerim Abbosning oldida mana shunda Abdukerim Abbos bor dedi. Abdukerim Abbosning mayda 6-chi var edi. Ben ko'rinib turgan, shusi ko'rinib turdi. Qolganlar qanday nima qilgan uni hech kim bilmaydi. Men dedim hech kimda oshqa yo'q. Hech kimda oshqa yo'q. Hech ruxsat qilmadi. Kim ruxsat qilmadi? Uni men naydim bilaman. Biz naydim bilamiz. O xalqning nimasi shunchalik talabi hech kimni ruxsat qilmadi. Bola chaqasi keldi, ota-onalari keldi. Yaqin yori birodarlari keldi. İçib onu ko'rgan hech kim yo'q.
Deydik şunu. Abdülkerim Abbasov'u siz gördünüz mü cesetini? Abdülkerim Abbasov yakın ağayla bolgan. Cesetini gördünüz mü? Ha? Ölüp ketkendan keyin cesetini gördünüz mü? Çişi var ekan Hamma yeri yo'q. Mana o'sha kishi ko'rinib turdi. O'sha kishi endi uni aşı yasab shunaqa qilganmi. Boshqa yerni ko'rmadim. Faqat mana o'sha 6-ish, o'sha o'tir jiriq. Kichikina ko'rinib turdi. Chit-chit ko'rinib turdi. Qag'aya kuyib. Ya. Qag'an yuzi kuyib ketgan ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Ko'yib ketdimi, sunib ketdimi, paj bo'lib ketdimi? Boshqa jasadmi o? Boshqa jasadni neyden bilamiz biz. Shuning uchun endi oshini ba'zilar ajlar yasab ashuna qilib qo'ygan deydi. Endi uni biz ko'rmasak qaran, uni biz bilmasak, o'xladimi albatta biz o'z beshimizdan qo'rqatdik. Shuning uchun unga bir demidik. Şuayq jig'izari bilan qarang, dard alam bilan ilqi Uyg'urlarda bir maqol bor. Tozi miskin bo'lib, bechara qurib, hechimiz qolmagan. Qurib qaqshal bo'lib qoldik, o'tinchi olib sotsin. Xaridori yetib kelsa, g'arib bechara deb sotsin. Degan bizda bir izleyeceğini bor. Endi biz o'zimiz shu vaqtlarda o'zimizni ashnaq Hizdim sıraplı qalğan, qurup qaqşal bo'lib qalğan, hizmimiz yo'q, turmuş yeli. Quvvatqa vaqtlarda albatta bir muncha gaplarni Zaysamay otoda degan bir gap bor, yaxshi bilasiz. Yo'qolgan gaplarni qilaverishga bizda nima yo'q edi qarang. Ma'durimizmi yo'q edi. Ahmetcan Qasimi qandaq xarakterli, bijazi qandaq odam edi? Ahmetcan Qasimi bak kelishgan odam edi. Bak kelishgan odam, bijazi, xulqi. Ammo zo'r bilimlik odam edi-da. Zo'r bilimlik odam edi. Uyg'ur xalqining ichidan chiqqan bir dona odamni Ahmetcan Qasimi detdik. Şunaq deyilətdi özü. Muamelesi, münasibeti, meyli kiçigi, meyli çoğu, meyli mənsəbdari qaysi olsa bulsun bu adamınki anındaki Rostillıq adam idi. Ben özüm Oruççunu bilgənligim üçün söz ettim. Şunçilik, çıraylık sözləydiğən. O Rostillini şunçilik köp bildiğən ki heyran qalırsınız. Prosto heyran qalırsınız. Rostillini şunçilik öyrənən ekan. Muamelesi şunçilik yaxşıydı. Adamlar Ahmetcan Qasimi dese şunçilik yaxşı gördüğün, xalqning himayesiga to'liq ega bo'lgan adam edi. Albatta O'risni shunchalik bilgan bo'lgan ekan, bu yoqning odamida endi mashaqda o'qib, mashaqda yetilib nima qilgan adam ekan boya. Shuning bilan şöyle güne geldi. Abdülkerim Abbasov. Bu ben bilmeyim hem de keygi 100 yıllarda Uygur halkının içinden Abdülkerim'dek bir adam çıkamda çıkmamda o bir gem. Şunçilik akıllık adamıydı Abdülkerim Abbasov degen. Naat akıllık kişiydi de endi. Asli karakolluk. Bizim karakolluk'du. Karakolluk'un 31. de bula ötken. Şu vaqtlarda Abdülkerim Abbasov bilan mening Abdülkerim Abbasov bilan ikkimiz yaşimiz, onun 21, mening 22. Biz yaqin og'ayni bo'lib yurdik. 3 Tavuz degan mahallada. Bizning mahallada yaqin og'ayni bo'lib yurdik. Shu vaqtlarda Abdülkerim Abbasovninki gapini anglayman degan cho'nglar nihoyat ko'p bo'ladi. Shunchalik qobiliyatli odam edi bu. Masalan, ikki odam urushib qolsa, ikki odamga so'z qildi. O'sha so'zni anglash uchun tashna bo'lib yurgan odamlar ko'p qarang. Shunchalik aqlli odam edi. Abdülkerim Abbasov degan. Xayr, taqdir shunchalik ekan, umrining nimasi shunchalik ekan, o'lib ketdi. Men deymanda endi keyingi 100 yillarda Abdülkerimdek bir adam chiqib qolar. Bizni shunchalik himoya qiladi hamma. Keyin Abdülkerim Xitoychini
Bu o'zi şu vaqtlarda Gomindan hükümeti Ürümchiga joylashgan, o'qiyotgan, oliy maktabda o'qiyotgan odamlar qaysi bo'lsin, dadisi xoin deb atadiq. Xoinlarni shu 37-yil qamadiku. Shu 37-yil xoinlarni qamagan vaqtida shu yerga o'qishga kelgan yoki shu yerda turib qolgan xoinning bolalari bo'lsa, hammasi Ürümchidan haydagan. Ürümchidan haydab, bichara Uyg'urning ko'milgan kuni qolmadi. Hammasini haydab, shu qatorda Abdukerim Abbas Sovan degan yerga shu yerga palagan. Sovan degan Manas bilan Shexonning o'rtasida bir shahar bor. Bu yerda asosan qozoq xalqi yashaydi. Bu nimani Xanzuja Xitoycha tilni to'liqlab qolganning hammini Sovanda o'rgangan. Abdukerim Abbas shu yerda o'rgangan. Demek kelmegen teleydi ananın hakkı var mı deyip bir şeyde emzikine bir aşağıdan deyip emzikine bir şokunu tutulgan vakti da onunla yakındaki çıkıp hiç kanalıysa amelge açmadı. Abdülkerim Abbas bilen bille ketken Abdülreşit Eminov diye adam vardı. Hazır balısı bizim ittifakınki redaktörü. Şu Emin'in oğlu mesela hazır işlevatı da Abdülkerim Abbas Gani Kerim degan şulardan biri ölüp çıktı. Endi o ben nimesi Ahmetcan Kasım'ın rakamı korku. Bir gözü selpel kısılıp durdu. Endi shunchalik prostoy adamikin aşındaq chiroyli, yaxshi kelgan chaqchaqlarni mayli cho'chit yomonroq bo'lsa-ma, aşındaq kelgan nimalarni yaxshi ko'rdi ekan bu odam. Shu bir kuni takror aytib beray, bir kuni Ilohun Hamroyev degan bir sahna asari yozgandan keyin buni Ahmad apandim ko'rib, bu bo'pti, hozirgi zamonninki nimasiga toza loyiq bir nim bo'libdi, buni general repis qilinglar, men bormay ko'raman. Degandek bir necha vaqt o'tmasdilar, buni tayyorlab demdi. Tayyorlab apandimga xabar qilgandan keyin apandim darhol kelibdi-da. Kelgandek nima parda eshilmagidak. Bu nima bo'ldi ekan? Deb saqlab turibdi bir vaqt ekan. Endi bizning G'ulja gimnaziyaning o'dilg'i ama klubning bir nimasi ishiga bu tarafga ichiladi. Endi muhim rollarning birisi Zordin Shiva degan laqami Shiva. Zordin Shiva degan adam bir rolini oladi ekan, muhim rollardan birini. Shu adam kechikib kelib pardaning eshilmayotganligi sababi shu ekanda. Shunda apandim bu yoqqa bir vaqtdan keyin bunda bir menib toza ishni oldiga borganda shat etib birov ichib kirib kelsa Zordin. Endi Zordinning Shiva laqami borligini apandim biladi. Apandimning qarg'u laqamini u biladi. Shunda apandim chaqchaq qilib ish fikrishiga. Endi o Shivalar deganimiz Daryoni o'qitida yashaydi. Daryoni o'qitida yashaydi. Ish fikirgandan keyin voy Zordin apandi har qanday odamni apandi deydigan. Ahmad apandim shu. Voy Zordin apandi, nima bo'ldingiz, kechikib qoldingiz-ku? Kiyimlar to'xtab ketdimi? debdi. Chaqchaq qiladi, shunday chiroyli chaqchaq. Desa darhol omi qiyin odam. Yo'qsa yomon ko'zdan tashqari kiyimlar menga debdi. Ko'rdingizmi? Mana ikki chaqchaqning bir-biriga chiroyli kelganini demak, ma rais bo'lsa-ma, raisninki laqamini bizning oddiyki odamlar biladi. Uyg'ur xalqining prostoy oddiy bir xalq ekanligini mana shunday bir misollardan tekshirib ko'rganim bo'ladi bolam. Efendim shundoq nima adamlar masalan shu ba'zi vaqtlarda birer muhim majlislar bo'lib qolsa, u yerda bu yerda bo'lib qoladi, so'zni anglatdik. Karamet adamları. Anadaki Abdülkerim Abbas'ını ziyali yaşlarınki nimisi dep atatken
Abdülkerim Abbas'ın nəhayət yaxşı görətdi. Çünki Abdülkerim Abbas'ın şunçılık qabiliyyətli jigit ekanligini efendim bilirdi. Bilgəçkə Abdülkerimni cıq saxlaydı ekan da. Cıq saxlaydı ekan. Şuna da anlatdıq biz. Efendim mana aşındaq kiçik peyillik nəhayət hər qandaq yerdə zadı şu akıllı kadar bildi hem de çıtka vaxtıda. 1949 yılı Ahmetcan Qasım'ın mesela gezisini ekegenden keyin nima ish qildilar? 57 59 buyoqqa chiqdim. 50 40 30 10 yil jarayonida G'uljuda bo'ldim. 59 gacha G'uljuda bo'ldim. G'uljuda ishlab tashladim. Undan keyin men Oruscha biladiganligim uchun Grajdanlar idorasi degan bir idora bor edi, Konstitutsiyaning rahbarligida. Shu yerga meni taklif qilib Abdulla Zakirov orqali Abdulla Zakirov chaqirdi dedim bir kuni. Abdulla Zakirov Urumchida bosh kotibning birisi edi endi. Abdulla Zakirov chaqirdi deydi. Men Urumchiga mang'ina aytdim. Abdulkam nima deb chaqirdi deb Abdulkamning uyiga bordim. Sen ke dedi. Qara, Urumchiga men xabar qilib qo'ydim, Urumchiga bormasam bo'ladi. Oruscha bilganliging uchun mana asqayt o'tadi, seni Konstitutsiya Grajdanlar idorasiga qo'yilgan odamlarning hech qaysi oruslarning hammasi chiqib ketdi. Seni ashaga Grajdan idorasiga mas'ul kotib sifatida boshlig'i yoki Boltiyev degan odam u bo'ldi. Seni asla sekretarlikqa mas'ul kotiblikqa taklif qildi. Men va'da qilib qo'ydim. Seni aşağı barı dedi, vəzq qoydum, ben şunu aytay dedim. Uqdun mu dedi, uqdum. Dedim, o adam hükümette endi. Dep ben ondaki Grajdanlar idaresi de 47'te, 46'ta, 47'te, 56'ta, 57'te, bu yılda Grajdan idaresi 3 yıl üye düşürdüm. Anından keyin Urumchiga yetkilib Urumchida Eminovning ixtiyorida bildim. Burun Eminov harbiy vaqtimizda bor. Eminovning qo'lida ishlagan. Eminovdan keyin nima Abdukerim Abbosovdan keyinlar kiming bor sening desang birdan bir Eminov deb atiladi shu vaqtlarda. Aqlli yigit edi. Aqlli odam edi. Hozir Urumchida uning 2 qizi bor ekan. O'tganda bir mishaga keldi. Siz dadam bilan bir yillar birga ishlab ekansiz deb men dedim da harbiyda birga ishlagan, qo'lida ishlagan. Keyin muavin rais bo'lib turgan vaqtida qo'lida ishladim, ras. Hammani men bilaman. Nimaninki deb bir misolni deb bersam bir kuni bizning ishchilar jamiyatining raisi Urumchida şu 58 yılı İslamcan uçurup burunki ofisarların, özümüzün ofisarlarının birisi İşçiler Cemiyeti'nin reisiydi. Sonra Çençkan'da tercümanı vardı, Kaşgarlık Xitay balısı, Kansa balısı. Hocayın çakıravadı sizin dedi, kızdım kızsam. Nimi de Urumchida Xalq klubu buluvatgan işin xabaringlar bormi dedi. Yo'q dedim, hozir o'shirib islomni chaqirib men kiringlar. Dedim aqlda o'shirib islomni telefon berdim. Hozir boraman dedi, keldi. Ikkimiz oldiga kirdik. Kirdik. Hozir ikking nimaga bor? Xalq klubiga bor. Xalq klubida bir munchadan qamlashmagan ishlar bo'lib o'tibdi. Bir muncha odamlar kelib kasal bo'lib hozir yetibdimiz. Bunun da hiç kiminin işi yok. Ana, bu kalkın aşağı koyup öldürebildiği işi var mı? Hazır bir fukuk ahvalini. Kime geldi? Kaçana geldi? Nimde geldi? Hazır okup geliş dedim. Mağalda işkimiz bağırdık. Berip, kaçak ras, köp adam hem de, 70-80 adam. Kes alıp götürdü. Urumchi degen o yazın günü iyin aylarında kalan baladaki işçiydi kaçak o Urumchi. Kırşak yetipti. Ha kılıçıdı. Mındık yetipti bari. 5 ayakta, bana 5 ayakta. Doğru yok. Fusuluk yok. El birimi yok. Bu kadar hükmetendi. O başlıklar kim?
Desek hiç kim bilmeydi. Falan da birisinin etini atıdı. Basak o biçarıma bir hal. O yetipti. Sizler kime geldi? Nemi de geldi? Nemi kılımız dedi. Desek bilmeyimiz. Kaşkada okuş kısılar dedi. He dedik. Maşıdığı bastı ekeldi. Gip taşıldı bana. Ya tamamımızın tayini yok. O bu degende kıldı. Biçarlarını kıynap karan baykadak. Biçarı Uygur kanda kısın. Bunun ne misalen? Bu doğru yok mu? İsmi yok. Kim verdi bize o doğru ne? Dedi. Şuna makıldı. Reisini aldığa. Başka reis olan, çoğuğan adamların birisi bunu işlavda hiç kimden haberi yok. İminip haber tapkan iken derhal aldığı badık. İkimiz bilip mesela işkendi. Dedik kapı oldu. Kapı olup makıldı bize. Şehriye nazarının adamlarını, halk hükümeti, işçiler cemiyeti vakazalarının hemini işkselip hem de aşağı adamlarını kandığı başkırdı. Onun ağrısını ben bilmeyeyim. Biçare halk kıynaldı da bayağı. Kıynaldı. Şimdi demek eminip şinçilik halkını, öz halkını şinçilik yaxşı görüdüğün, öz halkını mümkün kadar kütüş tırışıdığın adamların birisiydi. O özü bana 49. yılı. 59. yılı. 59. yılı anamdakimizde bu yakınıymış ki ne kıldı? Ödüklerini kolcudan aldırıp ne dedi? Ürümcü'deydi. Ürümcü'nün resmiyetlerimizin adı kılıp hem de ketmişek bu mu? Ketil yol çıkıptı. Onun üstüne benim tukallarım bu yak dedi. Kaynanam kayın sınırla, kayın inilla bilen bu yak kelten. Elbette ödüklerimi kessek, manzak depturdu. Şundan 59. yılı sentyabr'da bir yaka çıktım. Toptuklar meşakil geldik. Toptuklar nemeden Ürümcü'den çıkıp nemeden Ürümcü'den, Gulcu'dan mangalla yerket pişirdik ya, yerkette hudaylıkı bir padını bölgende kolxozun vekilleri gelip halkını bölüp bana munşa edem deyip karan ekşidik ya. Mallı olduk da mal. Hayran kalıp bu neme şıp getiriyor bu. Dedim şimdi ben benim kiregendeki bu yaktan benim bir yakın ağalarımdan vardı. Şula verip almıdığa top doğruyla geldi. Almıdığa şıp ağalarımdan öyle. Bir neçə gün tuğandı geldi ki bu yaktan akan vardı. Bu yak kaçıp geldik. Nemiş kıllar bu şu Bişkek kelgenden keyin? Bişkek kelgenden keyin barısla endi ya Allah bu neri beri işladın hecep mi zerikip ettik. Bir cim yaşaydığının bir amal olsa dedim de kelip beyde kammalle kaminatta mesela iş var dedi şeyge raboçi olup kırdım. Raboçi olup işlediler. Ürümcü'ye Taşkent'e Yötkeş'in gebini kıldı. Taşkent'e verip Taşkent radyoda tercümanlık kıldık işler var ki şunun için Hamit Kencebayev'ni şu kvarteri versek okusak ne de Taşkent'te yaşasa diyen teklif var ki hemen dedim koy teklif koygun atadığın gidi. Öyünümü zeyrektim, yani bir limanımı zeyrektim. Teptiş Ahmet'e Bolçakam'ın aldı da meşerli yaşay. Yani bardağını koyup, köçüdağını koyup, meşerli yaşayıp, şimdi meşerli ötközdük balım. Hürmetli televizyon köyükçiler, mana bugün Hayat Şahitler programımızın ahırga kelip kaldık. Hamit akının hayatını ve beşin ötkenlerini anlap ettiler. Hemen oylayman Hamit akının hayatı ve bununla okşaş nurgulgan oygularımızdan hayatı. Elbette bular kitap kılıp yazılış gerek dep oylayman. Bunun karta yazgıçılarımız kızıqıdığan bolsa, men bilen mübas alaqalaşsın. Men o yerdekilerin adreslerini berişim mümkün veya ki men yığıp kelgen materiallarını berişim mümkün. Bular hazırkı tarixning guvochilari, hayat
şahitlerimiz bolganlyk için. Bunun keyinki devrdeki yani yaşlar için naiti tepilgisiz bir baylık dep qarayman. Şunun bilan bugünkü programmamız müşahede ayaklaştı. Hayır hoş, keler qitimliq sanımız görüşeyle.